Qo'rqmanglar. Sizlarga zararim tegmaydi. Keting bu yerdan afandi. Onamga tegsangiz ko'rasiz mendan. Isming nima, bolakay? Sulaymon. Qani gapir, adashim Sulaymon, aytib ber, dardingizga darmon bo'lay. Kim sizni shu ahvolga soldi? Otam bizni uydan qo'ydi, ko'chaga haydadi. Qayerda u g'ofil? Nega so'roq qilyapsan? Kimsan o'zi? Meni kimligim muhim emas. Ijozat ber, sizga yordam beray. Nima ishing bor bu yerda? Bu yerga ikkinchi qadam bosma demaganmidim? Hoy, sen kimsan o'zing? Bu ayol erim meni urdi, bolam bilan ko'chaga haydadi deyapti. Shu gap rostmi? Xotin meniki, uramanmi, so'kamanmi? Aralashgan nima haqqing Og'alar, bor? ushlang bu g'ofilni. Hozirgina sen bilan gaplashgan odam hukmdorimiz Sulton Sulaymon bo'ladi. Hukmdorimiz? Hukmdorim, affeting meni. Af yo'q.